Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarim. Anchadan beri sizlar bilan ko'rishmay turdik. Mana oxiri yana boshladik. Hozir Legenda gilomlar markaziga, bazasiga kelganmiz. Vobshe juda ham ko'p gilomlarda har xilidan bor. Videoda oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, yangi uylanadigan kuyov aka-ukalarimizga o'sha uylariga qancha gilom ketadi, qancha palos ketadi, hammasini tushuntirib berishga mutaxassis akamiz borlar. Polniy obzor qilib berishga harakat qilamiz. Bo'lmasa o'z videolarimizni boshladik. Yaxshilab o'rnashib boringlar. Hammasini narx-navolarini, hop, metraji, hammasini iloji boricha mutaxassis akamiz borlar. Tushuntirib, ko'rsatib, o'rgatib, hammasini ko'rsatib ketamiz. Hatto kamchiliklar bo'lsa, uzr so'rayman, chunki anchadan beri videoga chiqqanim yo'q edi. Hop, boshladik. Bo'lmasa hozirgi kunda birinchi savolim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Birinchi savolim, aslida ko'pincha kuyov aka-ukalarimiz, endi kuyov bo'layotgan yangi bolalar, yoshroq akalarimiz bir xona daliz, bir xona spalniga oladimi? Bitta mehmonxona, spalniy hisob qo'yilyapti. O'rtacha o'shanaqa, kuyov akalarimiz, kuyovlarga. O'shani mana metrajdan high-tech uslubda spalniylarga solinyapti. Jihoz, mebel qo'yilsa, guli buzilmaydi. bir-biriga tushaveradi. Bir-biriga moslashib ketaveradi. Jihozlarni uylarda qoplab qolmaydi bu narsa. Solinganda ham chiroyli chiqadi. Ramkalari yo'q bu narsani. Bir xilda bo'lib chiqaveradi. Buni metr mancha 4 metr eni. 4 metrliklari. Bag'il uzuni ketaveradi. Uzuni ruloniga ketaveradi. O'rtacha bundan qancha olishadi o'sha zalgami spalniga? Qaysi biri olsa? Sol 4 ga 5 bo'lsa joylari. 5 metr olsa 1 million 100 mingga bitadi. 1 million 100 mingga mana shu gilomimiz bitadi. Spalniylarga. Xo'p. Bunaqa endi 3 metrliklar olishsa, 3 ga 5 bo'lsa spalniylari, bularni 800 ming, 850 mingga bitaveradi. Hop, buni 850, bunisi 1 million 100 ming desa, bularni metrini 160 mingdan qilib beraveramiz. buniki necha pul 1 metr? 220 mingdan. 220 mingdan. Mana bu oyoqdagilar hammasi bir xil narxi? Xo'p, yo'q, nariyoqdagilar endi boshqacha. Ularda qalin yuqoriga qarab, to'yga qarab ketaveradi. Misol hammaga har xil narsa. 3-4 tasini aytib ketaylik. Xo'p, bulari bor, bu bor, to'qroq varianti bor tagida. Gulliklari, bulari olasizlar, bunaqa klassik paloslarimiz ham bor. Ma'lum gulgachami nimasi 160 ming deysizmi? Ma'lum pasti hammasi 160 mingdan. Mana qaranglar akalar. Endi 3 metrlik bag'i ketaveradi, 5 metr, 10 metr qancha desalar berishaveradi. 160 mingdan metr. 160 mingdan mana shu gullar. Bu tomon 3 metr endi. 4 metrliklarimiz qatdan qatgacha necha pul? Bular bu ashlar 220 mingdan keyinga qataveradi. 220 mingdan. Ma'lumgacha 220 ming. Bundan keyingisi 220 ming hammasi, ha? Mana akalar, hozir hammasi 220 mingdan oxirigacha. Qaysi guli yoqadigan bo'lsa, kelib ko'rasizlar. Bag'da bundan qalinroq, chiroyliroq figurasi udallar bor, narxlar ko'tarilib ketadi. Qaysi biri sizlarga yoqadigan bo'lsa, bemalol kelasizlar, ko'rasizlar. Bu spalniga, menimcha. Hozir endi zalga bitta ko'rsatamiz, a? Bu har xilidan, xullas bazasiga kelganman. Legenda gilom, Farg'ona viloyat Marg'ilon shahar, Kamina Taxtbozorning yonida yana bir qator ko'chani ham ko'rsatamiz. Bunaqa zallarga, mehmonxonalarga zallarga tushadigan razmerlarimiz bor. 3 ga 4, 3,5 ga 5,5, hamma 5 metrligacha bor. Bu nechiga nechi? Bu 3 ga 4 razmeri. 3 ga 4. 570 ming so'mga tushadi. 570 ming so'm mana shu gilomimiz. Yaxshi holatda yuvib ishlataveradi. Endi qalin holatda mana asablar bor. Endi har xilidan bor. Qanaqasidan kerak bo'ladigan bo'lsa, mana akalar, xullas ba'zan ham yomon ham kattasiga kelganmiz. Bitta bundan oladi, bitta bundan olsa necha pulga tushadi? 3 ga, mana 3 ga 4 bo'ladi deyapsizmi? 3 ga 5 olishsa spalnilariga. Ha, 800 qancha deysizmi? 800 mingga tushadi. 800 ming. Bunisi 570 mingga. 570 ming. Primerni o'rtacha 100 dollar atrofida. Ha, 100 dollar atrofida bo'ladi. Ha. Endi akalar, xo'p, har xili bor. Tanlov o'z qo'llaringda. Bemalol kelib ko'rib, ma'qulini bosaverasizlar. Har xilidan bor. Qanaqasi salang. Koridorlargacha mana har xillardan bor. Bemalol kelib ko'rib bosaverasizlar akalar. Adresimizni tushunmagan, bilmagan akalarimiz uchun Tirgiydan tushish, bag'i Taxtbozor ketish, mana o'rtada Legenda gilam bor. Bemalol kelasizlar, ko'rasizlar, qaysi biri ma'qul bo'lsa, xullas gilom sohasi bo'yicha bemalol yaxshi qilib, chiroyli qilib ishlarni qilib berishadi. Azbiy Olimjonov kanalidan oldim desalaring, narx-navolarni chiroyli qilib, yangiroq qilib, imkoniyat darajasida yangiroq qilib berishadi. Akalar, bosinglar, bizning kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, kommentarga fikrlar. Qatgacha u? Farg'ona shahar ichida. Battan u butun O'zbekiston nima Dubay, Koreya, Amerika hamma yoqdan kelishadi. Ya'ni Amerikaga dastlabki bepul turmaylik aka. Farg'ona Marg'ilon bo'yicha dastlabki uстановka bepul. Borib o'lchab. Ha, yana bitta qiziqarli tomoni, mana bu yerda
nimalari bor ekan ko'rib qoldim kiryatib. Qanaqa gilomlaring bo'lsa, chekkasini kesib turib, o'sha gulini chiroyli qilib chekkasini nima dedi otilini? Overlockga qilib chiroyli qilib berishadi. Muammosiz. Dastlabki ustomkalar bepul ekan. Bosib o'rasizlar akalar, bemalol chiroyli narxlarda qilib berishadi. Men nom aytsalaring bo'ldi.